Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Tohir tabib. Biz tabibmiz, doktor emasmiz. Ko'pchilik doktor deb o'ylab qolishyapti. Lekin ustozlarimizni hammasi aytarli 100% oliy toifali shifokorlar, vrachlar, tabobatni o'rgangan mutaxassislar. Shulardan saboq olganmiz. Shuning uchun doktor deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tabobat akademiyasining a'zosimiz. Bu ish bilan 6 yildan beri shug'ullanyapmiz. Asosiy yo'nalishimiz suyak, bo'g'im yemirishlari, palartrit, revmatizm, revmatoid artrit, umurtqa pog'onasidagi mo'rtlashishlar, grijalar. Mana shu kasalliklarni davolash bilan hozirgi kunda shug'ullanyapmiz. Joyimiz Qo'yliqda. Qo'yliq Kim bozorining qarama-qarshi tomonidagi 9 domda joylashganmiz. Savollar ko'paydi. Savollarga javob berishimiz kerak. Ko'pchilik murojaat qilayotgan narsa hozirgi kunda surunkali kasallikka aylangan, ancha yillardan beri davolangan, bormagan joyim qolmadi. Sizga ixlos qilib turibman. Sizda davolansam bo'ladimi degan bemorlar bularda suyak mo'rtlashishi, belda, oyoqda, aytarli hamma joyda bor. Belda, bel umurtqasida qiyshayishlar bor. Grijadan tashqari oqma grijalar ham paydo bo'lib ketgan, surunkalikka aylanib. Umurtqadagi suyaklar o'zgarib ketgan hajmi. Yo bunaqasiga uzun bo'lib ketgan, yo o'rnidan siljigan yoki kichrayib ketgan, yemirilib. O'z hajmini yo'qotgan. Strukturaviy tuzilish o'zgarib ketgan bemorlar. Vaziyat juda og'ir. Shunaqa deyshadi, bu ixlos so'ziga ish bitadigan ish emas bu, chunki surunkalikka aylanib ancha yillardan beri davolangan bemorlar. 90% odam shu bir xil gap. Bormagan joyim qolmadi, davolangan joyim qolmadi. Siz aytgan gaplarni eshitib chiqdim, to'g'ri aytyapsiz, meni kasalimni davolay olasizmi? Shu savol. Bu savolga javob beramiz. Biz ham bilmaymiz, ochiq oydin. Chunki eskirib ketgan kasalliklar qaytarib bo'lmaydigan darajada g'ayritabiiy holatga o'tib oladi. Agar bu qarlik bilan kelsa, foyda yetishi, tanani qabul qilishi koeffitsiyenti juda tushib ketadi. Shu paytda nima deymiz? Istixora qiling. Agar ko'yinish chopsa, mayli keling, qo'ldan kelgancha harakat qilib yordam beramiz. Lekin siz tuzalib ketishingizga bizda garantiya yo'q. Agar bu oddiygina tuzaladigan kasal bo'lganda shu holat tushib qolmasdingiz. Mana bormagan joyim qolmadi deyapsiz. Shu vaziyatga tushib qolyapsiz. Endi biz bu yerdan olib chiqib berishimiz juda ko'p mehnat va mashaqqat talab qiladi. Bo'pti, mayli keling, muolajaga olib qilib beramiz desak ham, yo'q, meni sharoitim yo'q, uzoqda ekan, bora olmayman. Shunaqa so'zlarni eshitamiz. Bizda bir sehrli dori yo'q. Mana berib olsak, sizga zo'r qilib yuboradigan. Ko'rishimiz kerak, ko'zdan kechirishimiz kerak, chunki surunkalikka aylangan kasallik. Yana o'zingiz bilan gaplashayin deyshadi. Xo'p deb telefonni olib gaplashayin desang, shunchalik istoriya ko'pki, gapni eshitguncha boshidagi mavzu esingdan chiqib qoladi. Chunki yillab davolanishgan, juda ko'p tashxislar bor, MRTlarni tashishadi, juda ko'p. Uni hartasini ko'rib, zakljuchiyani o'qiguncha ham odam juda ko'p qimmatli vaqti shunga o'tib ketadi. Hali davolashga hali kirishganimiz yo'q. Shuning uchun buni tartiblash uchun telefon raqam qo'yiladi. Unga yordamchilarimiz javob berishadi. Iltimos, ozgina bizni vaqtimizni ham hurmat qilinglar. O'zi bilan gaplashing deyavermasdan istixora qilinglar. Istixorada agar kimga borib davolanish sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, Alloh sizga shu yo'lni ko'rsatadi, o'sha yo'lni qiling. Surunkalik kasallikka aylanganda biz agar kasallikni davolab olishdan ko'ra birinchi o'rinda oldini olishga qaratamiz. Agar to'xtata olsak ham o'sha jarayonni ancha katta natijaga erishgan bo'lamiz. Uni to'liq davolab olish bo'lsa, bu qarlik bilan keladiganda 30% ga natija qilish mumkin. 100% natija qilib bo'lmaydi bo'ladi. Yosh bo'lsa, kasallikni boshlangan bo'lsa, qani jon deymiz. O'shalar shu holatga tushib qolmaslik uchun muolajaga olib qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Lekin ular vaqtinchalik davolanish choralarini ko'rishadi, ko'proq kimyoviy terapiyalar olishadi. Mana hozirgi gormonlar yoki og'riq qoldiruvchilar, butun dunyo hozir shu narsadan o'zi voz kechyapti. Ayniqsa rivojlangan davlatda voz kechib, tabiiy narsalar, tabiiy davolanishga o'tilgan. Bizda ham shu narsa endi boshlanyapti. Lekin asosiy bizda hozir farmatsevtikaning mahsulotlari kasallikni oldini olishga yoki vaqtincha og'riq qoldirishga qaratilgan muolaja usullaridan foydalanib davolanishadi. Lekin bu kasallik borgan sari kuchayib ketadi. Suyak yemirilishi, bel umurtqadagi grijalar keyingi etapga o'tib ketib qolyapti. Vaziyat juda murakkablashganda, juda sinchiklab qarashyapti-da, keyin murojaat qilishadi. O'zi ancha vaqt o'tib qolgan.
Shuning uchun bizni asosiy niyatimiz shu vaziyatga tushib qolmasligini odamlarning oldini olish. U vaziyatga tushib bo'lganlarni qaytarib chiqish juda qiyin. Bunga men kirishkim kelmaydi, lekin shu vaziyatga tushib qolish ehtimoli bor insonlarni saqlab qolish. Asosiy maqsadimiz shu. Shu yo'nalish bo'yicha yana qo'shimcha muolajalarni ham qo'shyapmiz. Kinezologiyani ko'p buyurardim yoki boshqa yana mashqlarni, Kegel mashqlarini buyurib turamiz. Kinezologiya mutaxassisi ham kelgan, hozirda o'zimizda bor. Bu bilan ham keyingi safar bir podkast qilib, bir savollar orqali qanaqa muolaja usullari haqida, nima foydalar tegadi insonlarga, shular haqida ham suhbat qilib o'tamiz. Chunki o'sha mushak sistemasini, strukturani to'g'irlab berishga bu kinezologiyadan foydalansak, ancha og'riq kamayib, insonlar tezroq bir natijaga chiqadi. Shuning uchun bu muolajani qo'shyapmiz. Asalari chaqtirishni ham tavsiya beramiz. O'zimizda ham bor, lekin uzoqdan keladigan odamlar o'zinglarni yaqin hududda asalar terapiya olingni yoki sujjok terapiya bor. Sujjok terapiya ham bu juda muvaffaqiyatli o'sha meridianlar orqali insondagi tanadagi energiyani boshqarish orqali odamlarga yaxshi foyda yetkazadigan usul. Mana shu usullarni aytaman, lekin bu mutaxassislik ham. Hozir ko'pchilik bu aytayotgan sohalarimni tushunmagan bo'lishi ham mumkin, lekin yozsangni Google ga, YouTube ga chiqadi ma'lumotlar, ko'rishingiz mumkin. Ular ham shu tabiiy davolash, dori-darmonsiz davolash usullari. Endi bizniki tabiiy, hammasi giyohlar, o'zimiz tayyorlagan dorilar. Ajibko'z dorimiz bor. Asosan suyak emir, suyak murtlashlar beramiz. Tarkibida mumyo, o'rmon qora, sabilniklar bor. 40 xil, undan ham oshiqroq giyoh bor tarkibida. Buni beramiz. Holatiga qarab, qo'shimcha qilish kerak, biz qo'shimcha qilamiz. Spinalift degan 2 xil dori qilganmiz. Spina, bo'yin umurtqalari, bel umurtqalari, umurtqa pog'onasini, ozuqasini tiklovchi, osteoxondroz bo'lsa birini beramiz. Organizmda ortiqcha modda bo'lsa, quyuqlashgan bo'lsa, tozalab, suyultirib, olib chiqib ketib, bo'g'im ozuqasini tiklovchi. Ikkisi bo'lsa, u ozuqa kamligida, yetishmovchiligida, kamqonlikda, osteoporozda ko'proq shunaqa bo'ladi. Shunaqa holat ikkisini beramiz. Shunaqa qilib muolajalar qilamiz. Jigar yaxshi bo'lmasa, jigar tiqilmalarini ochuvchi, jigar ish faoliyatini kuchaytiruvchi qilgan gepatoz gar dorilar qilganmiz. Ularni qo'shimcha qilamiz. Mana shunaqa qilib davolash ishlarini olib boramiz. Xudoga shukr, natijalarimiz yaxshi, lekin shu natijalarni yana ham yaxshi qilishimiz uchun bizga sharoit kerak. Sharoit deganda o'sha inson og'ir bo'lsa, kelish kerak, ko'rinish kerak, kinezologiyani olish kerak, yo yangi boshlangan hozir birinchi, ikkinchi darajali bo'ladigan bo'lsa, ko'rmasdan ham tashxislariga qarab turib dorilar dastavka qilib jo'natsak bo'ladi. Bu imkoniyatimiz bor. Lekin kasallik surunkalilikka aylandimi, uni demak o'tirib jiddiy shug'ullanish kerak. Shug'ullanganda ham boya aytib o'tdim, 30% natija bor. Chunki qarilik bilan kasallik surunkalikka aylanib kelsa, hadisga muvofiq qarilikning davosi yo'q. Shuning uchun qarilik bilan kasallik birga qarayapti desak bo'ladi. Shuning uchun bularni orqaga qaytarib olish juda qiyin. Oldini olish mumkin, to'xtatib qo'yish mumkin. Shu natijani qila olsak ham katta natija qilgan deb hisoblaymiz o'zimiz. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar, ko'rib boramiz. Telefon raqamli qo'ng'iroq qilganda albatta yordamchilarimiz bilan gaplashib, kelavering, ko'rib beradi yoki analiz qog'ozlarini tashlang degan tashab qo'ysanglar, bo'shaganda javob beramiz. Ha deb qayta-qayta qo'ng'iroq qilib men tashab qo'ydim, ko'rib bersin deyish shart emas. Bir kunda 1-2 soat vaqt ajrataman. Telegram orqali kelgan tashxislarga javob berishga. Asosiy ishim mana o'qish. Hozirgi kunda 3 ta joyda tahsil olamiz, o'qiymiz. Biologiya, tabobat bo'yicha Turon fanlari akademiyasini akademigi Abdurashid akadan dars olamiz. Bundan tashqari Zaytunmeddagi Alijon aka Sattorov ham o'qish kurslari bor. Edi ham kuzatib darslarni qilishimiz kerak. Undan tashqari Tibbun Nabaviy kitobini o'qishimiz kerak. Undan tashqari oilamiz bor, ishlarimiz bor. Bu mahsulotlarni tayyorlash jarayoni bor. Ishxonada ham ishlashimiz kerak. Ko'rib turibsizlarki, ochiq oydin vaqt kamligi, vaqt tig'izligi. Shuning uchun sabrli bo'lamiz. Mayli keling muolaja qilamiz degan odamlar iloji boricha kelishni tavsiya beramiz. Bo'lmasa mana shu dorilarni sizga tavsiya qilamiz, olib ichishni boshlang desak, o'shalar xo'p deb olib ichishni boshlasin, 1-2 kurs ichsin, 1-2 oy degani. Bir kursimiz 3 oy hisoblanadi o'zimiz. Mana shunda o'zgarishlarni sekin-sekin o'zida yaxshi his qilib sezib boradi va o'zgarish bo'layotgan odamlarga asosiy gapimiz foyda yetishi boshladimi, har xil fikr kelavermasin. U bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi deb har xil chalg'iyvermang. Foyda yetib turibdimi, orqasini quvib
shu muolajani ko'tini quvib yurib o'sha kerakli mahsulotni olib ichish kerak. Ko'pchilikda ko'ryapmiz, foydasi yetib turibdi, yo iqtisodiy narsadan muammo chiqyapti yoki to'y bo'lib qoldi, ketib qoldim, yo janoza bo'lib qoldi, aza bo'lib qoldi qilib muolaja 1-2 oylab yo'q. Yana og'riq bo'ladi, yana keladi. Nima bo'ldi? Ha, u bo'ldi, bu bo'ldi. Xo'p, sizga foyda yetib turibdi. Men sizga har kun chaqirmasam, dori beraman, olib ketasiz, ichasiz. Kela olmaysiz ham dastavka qilib beramiz. To'xtatmay ichib turing-a. Surunkalilikka aylangan, davosi yo'q, avtoimmun kasalliklar bo'lsa, bu palartrit yo suyak yemirilishlari, bularimiz foydasi yetib turgan mahsulot bo'lsa, olib ichish kerak. Biz sizlardan haligi bitada operatsiyaga ketadigan summani so'rayotganimiz yo'q. Bir muammo qiladigan summalar emas deb bular. Harakat qilib, bu kasallikni oldi hech narsa emas. Harakat qilib muolajani davom ettirish kerak. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi safar inshaalloh kinezologiya bo'yicha ham podkast qilamiz, suhbatlar qilamiz, hali davom etamiz. Ro'za Ramazon hammanglarga ko'p savoblarni olishga sabab bo'lsin. Bu kasallikdan aziyat chekayotganlarga Alloh o'zi ko'p ajrlar, shifoi komil, ofiyat ato etsin. Bu kasallikka chalinganlarni biz ham tushunamiz. Qo'limizdan kelsa hammasiga yordam bergimiz keladi, lekin imkon qadar. Bu dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Buni ajrini inshaalloh qiyomatda juda ko'p olasizlar. Bu kasallik har bir bemorni tortadigan ohi zikr, istig'for shularni o'rniga o'tadi deyshadi. Shuning uchun bu kasallikga ham Allohdan shifo, ofiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.